Kunlar sovib C vitaminiga talab ko'paygan va mavsumdan foydalangan holda limonli pirog pishiramiz. Bismillah, ishimizni limonlarni maydalab to'g'rashdan boshlaymiz. Orasidagi daniyalarni olib tashlaymiz va мясорубкаdan o'tkazib, shakar solib, gazda bitta qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin kraxmal va suv aralashtirib qo'shib olamiz. Shunaqa biqir-biqir qaynab chiqqandan keyin gazni o'chirib sovutishga olib qo'yamiz. Ungacha xamirini qilamiz. Tuxumlarni oqini sarig'idan ajratamiz, shakarga qabartma qo'shib aralashtirib qo'yamiz va margarin yoki sari yog'i mikrovolnovkada ozgina yumshatib olib, ustidan shakar, smetana va tuxum sarig'ini qo'shib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib qo'ygan massamizga unni 3-4 ga bo'lib, elab-elab qo'shamiz toki yumshoq plastilinga o'xshagan xamir hosil bo'lgunicha. Retseptni to'liq grammajlarini olish uchun videoga like bosing, meni qo'llab-quvvatlab, menga obuna bo'ling. Shunaqa juda ham yumshoq, lekin qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Xamiri qorib, ustini yopib, merenga tayyorlashga o'tamiz. Bizning yaxshi ko'pirib chiqishini birinchi sababi tuxum oqi muzdek bo'lib turishi kerak. Faqat xamirlarni tayyorlaguncha xolodilnikka qo'yib turasizlar va ko'pirtirishdan oldin bir chimdim tuz so'rasiz. Ko'pirib chiqqandan keyin oz-ozdan shakar qo'shiladi va oxirida limon suvi yoki pichoq uchida limondan kislota sovurib, yana 5 minut yaxshilab pik holatigacha ko'pirtiriladi. Xamirimiz juda yumshoqligi sababli jovida yoyilmaydi. Barmoqlarimiz bilan listga xamirni yoyamiz. Nachinkani solib, bezeni nasatka yordamida shunaqa chiroyli chiqarishi bundan oldingi videolarimda qo'yganman. Va qizimagan duxovkaga 170 gradusga 40 minutga qo'yamiz.